O'zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov yana oktagonga qaytish arafasida. Internetda tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, UFC'da ilk marotaba Markaziy Osiyo derbisi tashkil etiladi. 13-o'rinni egallab turgan Ramazon Temirov keyingi jangini 8-pog'onadagi qozog'istonlik Asu Alambayevga qarshi o'tkazadi. Taxminlarga ko'ra, mazkur bellashuv 26-iyul kuni Abu Dhabi mezbonlik qiladigan UFC Fight Night turniri doirasida bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, Ramazon o'zining so'nggi jangini Charles Johnsonga qarshi o'tkazib, ochkolar hisobiga ko'ra g'alaba qozongandi. Barchaga salom, sizlar bilan har kunlik tezkor sport yangiliklari bilan Tahlil MMA kanali. Demak, yangiliklarni boshladik. O'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, omad silkasi video ostidagi kommentariyada bo'ladi. Agarda ro'yxatdan o'tayotib, Tahlil MMA promo kodini tersangiz, birinchi to'ldirgan pulingiz uchun homiylarimiz tomonidan naqd 2,600,000 so'm bonus pulini taqdim etishadi. Hammaga omad, biz esa davom etamiz. Ishonchli insider ma'lumotlarga ko'ra, iyul oyida yana bir o'zbek jangchimiz UFC'da debut qiladi. Hozircha u kimligi aniqlanmagan, ammo ijtimoiy tarmoqlarda Xotan Boynazarov 26-iyul kuni Abu Dhabida bo'lib o'tadigan UFC turnirida debut qiladi degan xabarlar tarqalmoqda. E'tibor bering, ushbu turnirda Ramazon ham jang qiladi. Ma'lumot uchun Xotanboy va Hamzat Chimayev do'st va sparring sherik hisoblanadi va Hamzat hamyurtimiz bilan sparringdan so'ng UFC chempioni bo'lishiga ishonch bildirgan edi. Nursulton Ro'zboyev 17-may kungi jang uchun tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Dahshat. Bobur Abdulazizov Chimkentdagi Alash Pride 107 turnirida braziliyalik Lopesni mana shu tarzda nokautga uchratdi. Hech kim Habibga qarshi chiqib, islomni chempionlikdan mahrum qila olmaydi. Chael Sonnenning gaplari. Bu haqiqat bo'lishi mumkin emas. Hech kim Habibga qarshi chiqib, islomni chempionlik kamaridan mahrum qilishga jur'at eta olmaydi. Habib Geji bilan jangdan so'ng kamarni topshirishga uringanda ham, ular uning iste'fosini qabul qilmagan edi va ular buni uning davomchisi bilan ham qila olmaydilar. Bu sodir bo'lmaydi. Biz hech qachon islom pul talab qilganini, jang sanasini, joy yoki raqibini tanlaganini eshitmaganmiz. Uning yagona iltimosi yarim o'rta vaznda jang qilishadi. Bunday vaziyatda undan yana yarim yengil vazn toifasida kamarni himoya qilishni talab qilish adolatdan emas. Men aminmanki, Ilya Topuria kamarni o'z ixtiyori bilan topshirmadi, balki uni shunchaki fakt oldida qo'yishdi va kamarni tortib olishdi. Ammo islom Ilya emas. Islom bilan bunday narsa o'tmaydi, dedi amerikalik Chael Sonnen ESPNdagi mualliflik dasturida Daniel Cormier bilan suhbatda. Yoel Romero yengil vazn toifasida Topuriani mag'lub etib bo'lmasligini tushuntirdi. Uning gaplari: Topuria yarim yengil vaznda juda kuchli edi. Endi esa yengil vaznda deyarli mag'lub etib bo'lmaydi. Agar u 82 kilodan 66 kilogacha vazn tashlab, keyin tiklana olsa, 70 kilogramm vazn toifasida xuddi shu tezlik, reaksiyalar va chidamlilik bilan qanday bo'lishini tasavvur qiling. Hozir Ilyaning davri. U yengil vaznda mag'lub etish juda qiyin bo'lgan jangchi, dedi Yoel Romero. O'tgan haftada Ilya Topuria UFC 317 turniriga tayyorgarlik ko'rishni boshlagani haqida ma'lumot paydo bo'ldi. U go'yo u hozirgi yengil vazn toifasida chempionlik uchun jang qiladi. Uning raqibi Islom Makhachev yoki Islom yarim o'rta vazn toifasida kamarga da'vogarlik qilishga qaror qilsa, Charles Oliveira bo'lishi mumkin. Gruziyalik jangchi qatnashadigan raqamli turnir 28-iyul kuni Las Vegasda xalqaro jang haftaligida bo'lib o'tadi. Dustin Poirierning muxlislari bormi? Demak, roligimizning so'nggi yangiliklari Dustin Poirier haqida. Dustin Poirier so'nggi jangini Geji yoki Topuriaga qarshi o'tkazmoqchi bo'lganini aytdi. Uning gaplari: Men Hunterdan Geji bilan jang qilishni so'ragandim, chunki biz birov-birimiz. Lekin ular bilmadim nima uchun Max bilan jangni juda xohlashdi. Men Maxni hurmat qilaman, shuning uchun bu ham menga ma'qul bo'ldi. Ilya Topuria yengil vaznga o'tmoqchi ekanligini eshitganimda UFC'ga xabar yozib, bu yigit bilan nima reja borligini so'ragandim. Ammo ular bunga qiziqish bildirishmadi va bu jang bo'lmaydi deyishdi. Max bilan jangga kelsak, oktagonga kirib, toza g'alaba qozonib, hech qanday jarohatlarsiz qizimning oldiga uyga qaytish ajoyib bo'lardi. Lekin men haqiqiy yirtqich kabi oktagonning markazida turib, Max bilan zarbalar almashaman. Biz qonga belanamiz va mening so'nggi jangimda haqiqiy shou ko'rsatamiz. Bu jang rasman oxirgi jangim. Men o'z xohishim bilan ketyapman. Meni bu sportdan hech kim majburlab chiqarmayapti. Sport mendan ketmasidan oldin men sportni tark etyapman, deya va'da berdi amerikalik Dustin Poirier yangi intervyusida. Ushbu jangda siz kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Dustin yoki Max? Men Dustin g'alabasini taxmin qilaman va unga muxlislik qilaman. Buguncha qisqacha yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Rolik sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.